Masalan, shu uylar muddatidan oldin bitsa, lekin hech kim chiqib gapirmaydi. Voy rahmat, muddatidan oldin bitirib berishdi deb. Ozgina sabr qilaylik. 2026 endi boshlandi. 2026 bitish kerak edi, uy yo'q deysiz. 2026 endi boshlandi. Yanvardamiz 2026ni. Hali 1 yil bor. 2020. Men bilmayman, men qaysi uy olgansizlar, nima qilgansizlar. Borib ko'ringlar, surishtiringlar, застройщикlar bilan gaplashinglar. Mohina o'rtadagi bechara dallol, reklama qiladigan odam. Reklama qiladigan odamni bo'ynida qolishi kerak emas. O'zbekchada shu o'rtada dallol, yaxshilik olib chiqqan odam bo'ynida shunaqa narsalar qolib ketadi. Men mohiy uchun zastupatsiya qilib gapirmayman. Tushunaman, sizlar ham misqillab yig'gan pulinglarni berasizlar, boshqa uy yo'q bo'lib qoldi degani emas. Mana mohina bor. Hamma biladi ofisini, bir emas, nechta ofisi bor. Bugun men ham bordim. Komolbek 2027 bitadi siz olgan uy. Bilaman, bitmaydi. 100talik bilaman, 100talik bitmaydi uy. Chunki menga o'xshagan oladigan odamlar qancha, hali hamma olib bo'lmagan uylarni. Olib bo'lsagina bizning pulimizga uylar qurilib, keyin bitadi. Aynan, endi bu ham bitta tavakkal.